Bugünkü çöçek bulkumuzga xumarning suvsiz mayini ishlatdik. Bu suvsiz mayning alayidligi bo'lsa, bulkini yumshoq qilib qolmay tam beradi ham vaqtining uzun turishga yordam beradi. Bundaqda siz mishilib sinab baqamsiz? Bir bulka bilan çöçekka bog'liq bo'lamdi. Undaq bo'lsa, yurak belgisini besib etib, bizni guanjo qilaylik. Bo'lmasa, yasagan bulkangizni harigiz qandaq yo'g'on chiqmaydi. Shashtiringlarmisa, ha? Çöçek bulka ketarlik materiallar. Odatdagi un 500 gram, bulka uni 100 gram, şeker 140 gram, ximiturush 10 gram, galyanji 3 gram, nayfing 25 gram, tuxum 3 dona, süt 200 gram, xumar suvsiz miyi 50 gram. Avval mushu un, şeker, ximiturush, tuxum bütün narsalarni xo'mejga silib yo'g'irib olamiz. Xemirimiz yo'g'irilib, mushu holatga kelganda biz xemirni ambalga ilib tindirib olamiz. Tingan xemirimizni 3 bo'lakka bo'lib, chiroyli zugul qilib olamiz. Qilgan zugulimizni filmda ko'rsatilgandek tekshi yeyib, orasiga suv mayni surib, mushunga o'xshash tugib olamiz. Tugilgan xemirni o'ttirdan kesib, mushunga o'xshash shakl chiqarib, listaga ilib olamiz. Mana bulkalarimizni chiroyli tugib oldik. Endi biz buni parxonga silib, o'zidan bir has ko'pgidek holatda tindirib olamiz. Mana bulkamizni ko'p chiqdi. Biz buni oldin qizlarga kavshan silib pishirib olamiz. Pishirishdan burun buni yuziga tuxumning seriqini surib, yong'oqning meg'izini qirib, chechib olamiz. Mana bulkalarimizni murassab bo'ldik. Endi kavshan silib pishirib olamiz. Kavshanning gradusi asti 190 gradus, usti 170 gradus. 15 minutdan 20 minut atrofida pishirib ilib olsak bo'ladi. Mana çöçek bulkamizni pishib chiqdi. Endi xaridorimizning ehtiyojiga qarab bozorlarimizni salsak bo'ladi. Sezmesin o teşvişini, görmese göz yaşını, pazarga öz özünü, gönderme kız gönderme.